Assalomu alaykum akalar, ukalar. Rossiyada qor, shunaqangi qor hammaga 3 kundan beri zo'r yog'yapti. Sezon endi boshlandi deganda qor boshlavardi. Dahshat. Hozir ham zo'r yog'yapti. Mana akalar. Akalar, ukalar, O'zbekistondan qayerdan kuzatayotgan bo'lsangizlar, bitta like bosib qo'yingizlar endi. Sizlar ham yangi ko'tarilik ozgina. Yonyapti, qor yonyapti, qor. Mana qizlarni qarasin, bu qizlar ko'ti bayab qolmasmikan? Mana orqadagi qizga qarang. Ko'tida tursugi yo'q dedi-yu. Uyat. Shunaqangi sovuq dedi. Shunaqangi sovuqda mashinani quflamabman. Esimga kelib ketibdi. Qor yog'adi, paga qor bobolar yasab bering. Menga tog'a. Magazindan sigaret olmoqchi edik. Sovuq kunlar boshlandi, Dimbildo'xga tashlandi. Moskva, город Moskva. Moskovskiy oblast, город Elektrougli, Noginskiy rayon. Elektrougilda elektrostolda borlar bormi? Kim Elektrougilda elektrostolda mana bittasi o'zbeklar o'zimizni taksilar dedik. Jentrani qoqib yuribdi. Sovuq. Ustingga kiy o'l dedimi? Mashinada yurgandagi odam hozir deymiz. Mana magazinga kirib chiqaylik deymiz-da. Ketamiz dedi. Elektrougil, elektrostol, Noginskiylarga bormi? Hadishga qoramiz. Okalar. Tomonlar ham qor yog'adi, paga. Like'ni bosing. Qor bobo. Podpiskani bosing. Mayli, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bu qorni ko'rsatayotganimiz sizlarga. Qorni qaranglar. Mana O'zbekiston nomerida kelganman. Like bosingizlar tog'alar. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Ko'rishguncha. Podpiska, like bosib qo'yingizlar. Har doim xizmatda sizlar uchun.